Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz robototexnik tizimlar va komplekslari haqida gaplashib o'tamiz. Robototexnik tizim deb shunday texnikaviy tizimga aytiladiki, unda energiya, massa va axborot bilan bog'liq o'zgarishlar va aloqalar sanoat robotlaridan foydalanilgan holda aks etadi. Sanoat robotlari tomonidan bajara oladigan funksiyalar va operatsiyalarga ko'ra robotlashtirilgan texnologik komplekslar va robotlashtirilgan ishlab chiqarish komplekslari farqlanadi. Bitta sanoat roboti o'zaro harakatda bo'ladigan bir yoki bir nechta texnologik jihozlardan hamda majmua ichidagi ishning to'la avtomatik siklini va boshqa ishlab chiqarishlarning kirish va chiqish oqimlari bilan aloqalarni ta'minlovchi yordamchi jihozlar yig'indisidan iborat ishlab chiqish vositalarining avtonom harakat qiluvchi to'plamiga robotlashtirilgan texnologik komplekslar deyiladi. Yig'ish, payvandlash, bo'yash kabi jarayonlarga oid asosiy operatsiyalarni bajaruvchi bitta sanoat robotidan hamda kompleks ichidagi texnologik jarayonlarning avtomatlashtirilgan siklini to'la ta'minlovchi yordamchi jihozlar yig'indisidan iborat avtonom harakat qiluvchi ishlab chiqarishning texnologik vositalari to'plamiga robotlashtirilgan ishlab chiqarish kompleksi deyiladi. Sanoat robotining ijro qurilmasi robotning harakat funksiyalarini bajaruvchi qurilma hisoblanadi. Uning tarkibiga manipulyator va boshqarish qurilmasi kiradi. Sanoat robotlari manipulyatorning ishchi a'zosi organi robotning tashqi muhit bilan bevosita o'zaro aloqasini amalga oshiruvchi qurilma hisoblanadi. Odatda qisqichlar qurilmasi yoki ishchi asbobni bildiradi. Sanoat robotining boshqarish qurilmasi berilgan programmaga ko'ra ijro qurilmasiga boshqaruvchi ta'sirlarni shakllantirish va chiqarib berish uchun mo'ljallangan. Sanoat robotining o'lchov qurilmasi boshqarish qurilmasi uchun robot va tashqi muhit holatlariga oid informatsiya yig'ishni amalga oshiradi. Xizmat ko'rsatuvchi sanoat robotlari yordamchi o'tish va transport operatsiyalarini bajaruvchi robotdir. Masalan, yuklovchi, yuk tushiruvchi va transport robotlari. Operatsion sanoat robotlari texnologik operatsiyalar va ularning elementlarini, masalan, payvandlash, yig'ish, bo'yash va shunga o'xshash operatsiyalarni bajaruvchi robotdir. Endi ishlab chiqarishni robotlashtirish robotlardan keng ko'lamda foydalanuvchi yangi texnologiyalar, yangi jihozlarni yaratish hamda ishlab chiqarishni tashkil qilish va boshqarish prinsiplarini ishlab chiqish. Sanoat robotini programmaviy, dasturiy boshqarish sanoat robotining ijro qurilmasi hamda u bilan birga ishlatayotgan texnologik jihoz ustidan avtomatik boshqarish deganidir. Ishchi fazo bu nima? Sanoat robotining ishlash jarayonida robot manipulyatori ishchi organi harakatda bo'la oladigan fazo. Sanoat roboti ishchi zonasining geometrik xarakteristikasi. Robot ishchi zonasining chiziqli yoki burchak o'lchovlari, kesim yuzasi yoki hajmi yoki ularning birgalikda olingan to'plami hisoblanadi. Sanoat robotining bazaviy koordinatalar sistemasi. Bu nima? Robot ishchi zonasining geometrik xarakteristikalari beriladigan koordinatalar sistemasi. Sanoat robotining harakatchanlik darajasi soni. Sanoat roboti manipulyator kinematik zanjirining erkinlik darajasi soni hamda robot harakat qurilmasining erkinlik darajasi soni bilan aniqlanadi. Sanoat robotining nominal yuk ko'tarish qobiliyati. Ishlab chiqarish predmeti yoki ishchi asbobning qisqichlab ushlab turish kafolatlangan massasining eng katta qiymati bilan xarakterlanadi. Ishchi organining pozitsiyalashtirish xatoligi. Ishchi organ pozitsiyasining boshqarish programmasi tomonidan berilgan holatiga nisbatan chetlanishi, sanoat robotining pozitsiyalashtirilgan boshqarilishi robot ijro qurilmasining harakat vaqti bo'yicha ishchi fazo nuqtalarining oralarida nazorat qilmagan holda
ishchi nuqtalarining tartiblangan chekli ketma-ketligi orqali programmalashtiruvchi programmaviy boshqarish turi hisoblanadi. Sanoat robotini konturli boshqarish bu nima degani? Robotlarning sinalayotgan qurilmalari harakatini ishchi fazoda tezlik bo'yicha uzluksiz nazorat qilgan holda trayektoriya shaklida programmalashtiruvchi boshqarishning programmaviy turi. Sanoat robotini adaptiv boshqarish algoritmini bevosita boshqarish jarayonida tashqi muhit va robot holatlari funksiyasiga bog'liq holda o'zgartirib turadigan boshqarish turi. Sanoat robotini guruhlab boshqarish odatda elektron asosida boshqarishning umumiy sistemasiga birlashtirilgan bir nechta robotlarni boshqarish jarayoni hisoblanadi. Sanoat robotlarini programmalash, dasturlash bu sanoat robotini boshqaruvchi programmani tuzish, uni boshqarish qurilmasiga kirish, joylash hamda sozlash jarayoni tushuniladi. Robototexnik tizimlar va komplekslarga quyidagi talablar qo'yiladi. Birinchi talab: robototexnik tizimlar va komplekslarni joylashtirishni rejalashtirish asosida va yordamchi uskuna va jihozlarga hamda robototexnik tizimlar va komplekslarni boshqarish organlariga xizmat ko'rsatuvchi shaxslarning bemalol, qulay va xavfsiz yaqinlashishini ta'minlanishi kerak. Ikkinchisi, joylashtirishni rejalashtirish sanoat robotining dastur bo'yicha ishlash jarayonida sanoat robotlari bilan operator harakat yo'llarining kesishib o'tish hollarini chiqarib tashlashi, ularga yo'l qo'ymasligi kerak. Uchinchisi, robototexnik tizimlar va komplekslari odamlarning sanoat roboti harakat doirasiga kirib qolishi ehtimolidan qutqaruvchi himoya vositalari, yorug'lik vositalari holida to'siqlar bilan ta'minlangan bo'lishi kerak. To'rtinchisi, robototexnik tizimlar va komplekslarni himoyalash vositalarini o'rnatilishi. Bularning o'zi ham ikkiga bo'linadi. Bu birinchisi, asosiy uskuna jihozlar hamda sanoat robotining texnologik imkoniyatlarini chegaralamasligi. Ikkinchisi, ularga xizmat ko'rsatish qulayligini yomonlashtirmasligi kerak hisoblanadi. Va endi davom etamiz. Beshinchisi, robototexnik tizimlar va komplekslarning boshqarish vositasini o'rgatish sanoat robotlarining kafolatli hollarda o'chirish organlariga bemalol va tezkorlik bilan yaqinlashish imkoniyatini hamda sozlash rejimida sanoat robotlarini boshqarishda operator xavfsizligini ta'minlanishi zarur hisoblanadi. Oltinchisi, robototexnik tizimlar va komplekslarini joylashtirishni rejalashtirish sanoat robotining dastur bo'yicha ishlash jarayonida operatorning sanoat robotlarining ish doirasidan tashqarida bemalol harakat qilinishi ta'minlanishi zarur. Robototexnik tizimlar va komplekslarning asosiy turlari haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, birinchisi, robotlashtirilgan texnologik uya robototexnik tizimlar va komplekslarning eng soddalashgan turi hisoblanadi. Unda asosiy texnologik operatsiyalarning minimumi bajariladi. Robototexnik tizimlarning komplekslari tarkibidagi sanoat robot va texnologik jihoz birikmalari soni unchalik katta emas. Robotlashtirilgan texnologik uya texnologik jihoz butunlay bo'lmasligi mumkin. Bunday holda asosiy operatsiyalarni sanoat robotlarining o'zi bevosita bajaradi. Ana endi ikkinchisi, robotlashtirilgan texnologik bo'linma ularning texnologik jihozlar bilan konstruktiv va tartiblangan tashkiliy jihatdan shu bo'limga doirasida birlashtirilgan bir necha asosiy texnologik operatsiyalarni bajarishlari bilan xarakterlanadi. Bu operatsiyalar bir turdagi operatsiyalar yoki bir xil turdagi operatsiyalar bo'lishi mumkin. Uchinchisi, agar ular faqat texnologik jihatdan bog'langan bo'lsa, bunday komplekslar robotlashtirilgan texnologik liniya deb ataladi. Eng sodda robotlashtirilgan texnologik bo'linma bitta sanoat roboti xizmat ko'rsatadigan bir necha texnologik jihozlardan tashkil topishi mumkin.
eng sodda robotlashtirilgan texnologik bo'linma bitta sanoat roboti xizmat ko'rsatadigan bir nechta texnologik jihozlardan tashkil topgan bo'lishi mumkin. Mavzu bo'yicha qisqacha ma'lumot shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.